Assalomu alaykum hammaga. Do'koni bor tadbirkorlar yaxshilab joylashib olinglar. Bugun sizlarga Xpost tizimini qanaqa ishlashini qisqacha ko'rsatib beraman, tushuntirib so'raganlar uchun. Xo'p, programmaga kirishinglar bilan birinchi o'rinda hisobotli chiqib keladi. Hisobotli bo'limi bu yerda общий magazinning aylanmasini ko'rsanglar bo'ladi. Oranjiy rangda, yonida ko'k rangda xarajatlar. Magazininglarda masalan bir kunda nechta mahsulot sotilsa, o'sha mahsulotlarni tan narxi xarajatlarga kirib ketadi. Yashil rangda foydani ko'rsanglar bo'ladi. Qaysi mahsulotdan nechta sotildi, o'sha mahsulotning tan narxi necha pul bo'ldi, mana bu yerda sizlarga necha pul foyda qoldi yashilda. Umumiy qarzlar bu yerda firmadan necha pul qarzinglar borligi, qaysi firma bilan qanaqa oldi berdi qilgansizlar, necha pul qarzinglar qoldi, necha pulini to'lagansizlar, общийsi bu yerda ko'rinib turadi. Bu yerda pastda sotish va sotib olish statistikasi. Bu yerda qaysi kunda necha pullik sotib bo'lganini общий analizini ko'rib borsanglar bo'ladi. Keyin tepada o'ng qo'lda bir kunlik savdo, bir haftalik savdo, bir oylik, bir yillikni ham ko'rsanglar bo'ladi. O'ng qo'l burchakda zaxirasi kam qolgan mahsulotlar. Bu yerda omborxonada mahsulotingiz 20 tadan kam qolgan bo'lsa, avtomatik bu yerga chiqib qoladi. Sizlarga ko'rsatib boradi programma qaysi mahsulotdan nechta qolganini. 20 tadan kam qolgandan keyin yana pastroqqa tushsanglar, bu yerda qarz firmalar. Qaysi firmadan necha pul qarzinglar bor, o'sha necha pul to'langani bu yerda ham glavniy ekranda o'sha birinchi oknoda dashbordda ko'rinib turadi. Eng pastida eng ko'p sotilgan mahsulotlar. Bu yerda magazininglarning ichida sotilayotgan top urovindagi mahsulotlarni, masalan, nima bo'lsa ham ichimlik suvi bo'ladimi yoki boshqa narsa, konservantlar farqi yo'q. Qaysi mahsulotdan qancha sotilayotgan bo'lsa, eng ko'p sotilayotgan mahsulotlar bu yerda chiqib keladi. Bu ham sizlarga qo'shimcha ma'lumot sifatida, чтобы magazininglarning ichida qaysi mahsulotga talab ko'proqligini bilib olishingiz uchun. Ikkinchi bo'lim omborxona. Bu yerda mahsulotlarning nomini kirgizib chiqasizlar, tan narxi, sotilish narxi, sizlarning foydanglar bu yerda ham ko'rinib turadi. Чтобы omborda nechta mahsulotinglar bor и sizlarning necha pul foydanglar bor. Agar ular sotilgan taqdirda necha pul foyda qilasizlar, bu o'shani ko'rsanglar bo'ladi. И o'lchov birligi ham bor. Kilogramga sotasizlarmi, donaga sotasizlarmi? Zaxira ham shu yerda ko'rinib turadi, qaysi mahsulotdan nechta qolgani. И bu yerda zaxirani qo'shish, agar zakaz qilsanglar, yana o'sha mahsulotdan bu yerga qo'shib qo'ysanglar bo'ladi. И plus agar mahsulotlarni siroga o'tib yoki kutilgan vaqtda sotilmasdan qolib ketgan bo'lsa, masalan, bir oyda 100 ta mahsulot sotishingiz kerak bo'lgan, lekin 80 ta sotildi. Ularni mana qizilli ichiga kirgizib qo'ysanglar bo'ladi. Uchinchi bo'lim sotuvlar asosan bunda kassirlar ishlaydi. Kassirlarga qolgan hisobotlar ko'rinmaydi. Sizlarning hisob foydanglar, qaysi mahsulotni necha pulga olayotganinglar, bu hisobotlar kassadagi odamga ko'rinmaydi. Kassir faqat sotuvlar bo'limi bilan ishlaydi. Bu yerda sotilayotgan mahsulotlar, masalan, klient magazininglardan mahsulotni olib kassaga kelganda, o'sha qaysi mahsulot aytaylik, mana kartoshka, konfet, aytaylik go'sht, o'ng qo'lda urilib boradi mana narxi, bu yerda plyus qilib miqdorini qo'shsanglar bo'ladi. Qaysi biridan nechta oldi. Yakuniy summa, olgan mahsulotlarning общий summasi chiqib keladi. Pastida naqd pul yoki plastik karta orqali to'lash, yopib borish, yashilni bossanglar bo'ldi, o'sha klientga chek chiqarib beradi. Sotuv bo'limida yana mana o'ng qo'l tepada kunlik hisobot bor. Bu yerda tasdiqlash. Buni bossanglar, masalan, 24 soat ishlaydigan magazinlar bo'ladi. 24 soat ishlaydigan magazinlarda kassir alishib ishlaydi. O'sha qaysi kassir bir kunda necha pullik savdo qildi, nechidan nechagacha. Aytaylik 9 dan kechqurun 9 gacha ishladi, 12 soatda necha pullik savdo qildi o'sha kassir. O'sha kassir o'zini kunlik hisobotini bu yerdan yopib ketsa bo'ladi. Bu ham hech qaysi programmada yo'q narsa. Keyingi kassir o'zini parolini terib kirib, yana ishini noldan davom ettirib ketaveradi. Programmamizda hech qaysi boshqa programmada yo'q narsasi, bittasi mana yangi buyurtmani qo'shish. Bilsanglar, boshqa ko'p magazinlarda kassaga kimdir narsa ko'tarib kelsa, yana boshqa narsa olish esiga tushib qolsa, qaytib ketadi orqaga. O'sha qaytib ketgan paytida kassir u shotni yopib qo'yadi. Masalan, 10 ta narsasini o'zi skanerdan o'tkazgan bo'lsa ham, atmen qiladida, undan keyingi odamni qabul qiladi. Bizada yangi buyurtma qo'shish bor. Bitta o'sha birinchi kelgan odamni qaytib o'sha o'ziga kerakli bo'lgan mahsulotni topib kelguncha uni shoti yopilmay bo'tib turaveradi. Boshqalarnikini ham parallelni hisoblab kuttirmasdan chekinib berib jo'natib yuborsanglar bo'ladi. 4-bo'lim xodimlar. Bu yerda asosan sizlarning skladinglar bilan kassanglarni yurg'izadigan xodimlarni boshqarib borsanglar bo'ladi. To'liq ismi, lavozimi, telefon nomeri, qisqasi xodiminglarni bu yerda ma'lumoti. Qaysi xodim nimaga javob beryapti, qancha vaqt ishlayapti. Tegida 5-bo'lim firma. Firmada masalan, sizlar bilan birga ishlaydigan firmalarning ma'lumotlari bo'ladi. Masalan, Lays bilan ishlaysizlarmi, Fanta bilan ishlaysizlarmi, Cola bilan ishlaysizlarmi? Bu yerda hammasi ma'lumotlar bo'ladi. Masalan, Laysga kirsak, bu yerda Lays firmasini общий ma'lumotlari, masalan, firma nomi, telefon raqami, adres, ma'lumotlarni tahrirlash, editni bosib, bu yerdan o'zgartirib qo'ysanglar bo'ladi yana. O'ng qo'lda Laysdan masalan, nechta pochka chips oldinglar, o'sha mahsulotni kirgizasizlar sonini. O'sha olgan mahsulotinglardan necha pul qarz bo'ldinglar, bu yerda o'shanisi ko'rinadi. To'langan summa, masalan, 10 millionlik chips oldinglar, 5 millionini to'ladinglar. Eng pastida qolgan qarz bu yerda ko'rinib turadi.
to'lovlar tarixi bu yerga qo'shsanglar bo'ladi. Tavsif, masalan, qarz bo'lib qoldinglar, sababini yozib qo'ysanglar bo'ladi. Nimaga qarz bo'lib qolganinglar, sababi. Pastiga to'lov summasi. Shu bilan okeyni bosasizlar. Bu yerda hamma ma'lumotlar, qaysi firmadan nechta pul qarz bo'lganinglar ko'rinib turadi. Kategoriyada magazininglarda bor mahsulotlarning turlari. Masalan, kofelar alohida turlanadi, ichimlik turlari o'zini ichida turlanadi. Masalan, kola, fanta, balnishniy farqi, konservantlar, shirinliklar. Bu yerda общий mahsulotlarni kategoriyaga ajratib qo'ysanglar bo'ladi, чтобы adashib ketmaslik uchun. Oxirgi bo'lim sozlamalar. Bu yerda programmani o'zingiz uchun sozlab olsanglar bo'ladi. Parolni o'zgartirish, yangilanish, masalan, yangi versiyasi chiqqanda programmamizni mana shundan obnovit qilib olasizlar. Do'kon ma'lumotlari bu egasiga tegishli bo'lgan ma'lumotlar. Biz bilan bog'lanish. Bu yozib qo'yilgan nomer, chek tagida chiqib keladigan nomer. Sizlar klientlarga chek berganinglarda sizlarga bog'lanish mumkin bo'lgan nomer chiqib keladi bu yerda. Keyin bu yerdan qaysi printerdan chek chiqishini tanlab qo'ysanglar bo'ladi. Masalan, 5 ta kassa bordir, 3 ta kassa bordir, nechta kassa bo'lsa, qaysi biridir ishlamayotgan paytida ishlayotgan kassani o'zidan chek chiqadigan qilib bu yerda tanlab qo'yasizlar. Ko'rganinglardek programmamiz sodda, tushunarli, uni ustiga bu yerda o'zbek, rus tillarida ham ishlatsanglar bo'ladi. Oylik hisobotlar, kunlik hisobotlar, yillik hammasini ko'rib borsanglar bo'ladi. Programmani sложный joyi yo'q, hammasi oddiy, tushunishga oson. Yana plus qo'shimcha yengilliklar qilamiz. Keyingi versiyalarda xudo xolisa faqat firmalardan qarz emas, qaysi odamlardan qarz bo'lganinglarni ham ko'rib borsanglar bo'ladigan qilib bitta bo'lim qo'shib beramiz. Bu firmadan tashqari qarzlar, masalan, firmaga sizlarning qarzinglar bor. Ular bilan oldi berdinglar tugagandan keyin sizlardan olayotgan odamlar, masalan, qo'shninglar qarz bo'lib qoladimi yoki sheriginglar farqi yo'q. Sizni qaysi palonchi akadan nechta pul qarzingiz bor, uni sizdan nechta pul qarzi bor. Uni ham yuritsa bo'ladigan bitta bo'lim qo'shib beramiz. Bu ham sizlarning foydanglar uchun. Agar yana qanaqadir qo'shimcha taklif yoki talablar bo'lsa, kommentariyda yozib ketsanglar bo'ladi. Biz sizlarning talab taklifinglardan kelib chiqib, yana programmani takomillashtirib, mukammal qilib beramiz. Yaqin orada xudo xolisa sun'iy intellektlar ham qo'shib, magazininglarda ko'pchilikning ko'ziga ko'rinmaydigan jarayonlarni ham e'tibordan chetda qoldirmaydigan qilib, programmani ideal holatga keltiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.